Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz kvartira egasi bo'lsangiz, demak, bu ma'lumot aynan siz uchun. Xatolar va tushunmovchiliklarning oldini olish, shuningdek, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga uchramaslik uchun siz aprel oyining oxirigacha ba'zi ishlarni amalga oshirishingiz shart. Bu ma'lumot har bir kvartira egasiga tegishli va uni bilmaslik sizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni va diqqat bilan oxirigacha tomosha qilishni unutmang. Chunki sizning mulkingizning kelajagi hozirgi qaroringizga bog'liq. Keling, bu muhim masala nima ekanligini birgalikda batafsil ko'rib chiqaylik. Xo'sh, gap nimada? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'tamiz. Ilgari ko'pchilik kvartira egalari o'z mulklarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoniga unchalik e'tibor bermasdi. Kimdir eski hujjatlar bilan yillar davomida yashab kelardi. Kimdir merosga qolgan kvartirasini to'liq rasmiylashtirmaydi. Ba'zilar esa uy-joy sharoitini yaxshilash maqsadida ruxsatsiz o'zgartirishlar kiritib, buni hech qayerda qayd etmasdi. Asosiy e'tibor uy-joy, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga va mulk solig'ini to'lashga qaratilgan edi. Odatda kvartirani sotish, sovg'a qilish yoki garovga qo'yish kabi yirik bitimlar amalga oshirilgandagina hujjatlar bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqar edi. Ko'pchilik bu muammolar o'ziga tegishli emas deb o'ylar edi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha ma'lumotlar bazasini yangilash va unifikatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar boshlandi. Bu qonuniy mulkchilikni ta'minlash, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, davlat byudjetiga soliq tushumlarini aniqlashtirish va shu bilan birga aholiga ko'rsatiladigan davlat xizmatlarining sifatini oshirishga qaratilgan. Bu jarayonning asosiy maqsadi har bir kvartira egasining ma'lumotlarini yagona elektron kadastr tizimiga to'liq kiritish va mavjud ma'lumotlar bilan solishtirishdan iborat. Natijada barcha kvartiralarning aniq egasi, uning umumiy maydoni, kadastr qiymati va boshqa muhim parametrlar haqidagi ma'lumotlar aniq va shaffof bo'lishi kerak. Bu o'z navbatida davlat resurslaridan yanada samarali foydalanishga, ijtimoiy himoyani ta'minlashga va adolatli soliq tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Endi esa eng muhim qismga keldik. Davlat organlari kvartira egalariga o'z mulklarining kadastr ma'lumotlarini tekshirish va agar biron bir nomuvofiqlik, xato yoki yangilanish zarurati bo'lsa, uni aprel oyining oxirigacha to'g'irlash uchun imkoniyat yaratdi. Bu majburiy jarayon bo'lib, uni bajarmagan mulk egalarini jiddiy oqibatlar kutmoqda. Ya'ni, agar sizning kvartirangiz haqidagi ma'lumotlar yagona kadastr tizimida to'liq va aniq aks etmagan bo'lsa, sizning mulkingiz bilan bog'liq har qanday huquqiy operatsiyalarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelasiz. Bu nafaqat kvartirani sotish yoki garovga qo'yish, balki meros qoldirish yoki hatto kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni hisoblashda ham muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Asosan, davlat sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlangan va to'g'ri deb hisoblashni to'xtatadi. Bu esa kelajakda davlat bilan bo'lgan har qanday munosabatlarda sizga zid bo'lgan vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, agar sizning mulkingiz bo'yicha kadastrda noto'g'ri ma'lumotlar mavjud bo'lsa, sizning mulkingiz uchun qonuniy mulkchilik huquqingiz shubhali deb hisoblanishi mumkin. Bu esa hatto sud jarayonlarigacha olib kelishi mumkin. Keling, endi bu qanday amalga oshirilishi kerakligini, kim tashvishlanishi kerakligini va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil tahlil qilaylik. Nima qilish kerak? Asosiy vazifa bu sizning kvartirangizning kadastr pasportini, mulkchilik guvohnomasini va mavjud barcha hujjatlarni yagona kadastr tizimidagi ma'lumotlar bilan solishtirish. Agar sizda eski uslubdagi hujjatlar bo'lsa, masalan, Sovet davrida berilgan orderlar, shartnomalar yoki davlat reyestrida hali to'liq qayd etilmagan ko'chmas mulk guvohnomalari bo'lsa, ayniqsa diqqatli bo'lishingiz kerak. Yangi tizim barcha ma'lumotlarni raqamlashtirishni talab qiladi va har qanday eski, qog'oz shakldagi hujjatni zamonaviy elektron shaklga o'tkazishni maqsad qilgan. Kimlar tashvishlanishi kerak? 1. Eski namunadagi hujjatlarga ega bo'lganlar. Masalan, 1990-yillargacha berilgan kvartira orderlari yoki eski kadastr pasportlari bilan yashab kelayotgan bobo va buvilarimiz. Ko'pincha ularning hujjatlari zamonaviy talablarga javob bermaydi va yagona reyestrda to'liq aks etmagan bo'ladi. Ularning hujjatlarida kvartiraning maydoni, joylashuvi yoki hattoki egasining ism-sharifida xatolar bo'lishi mumkin. Bu esa yangi tizimda avtomatik ravishda nomuvofiqlik sifatida qayd etiladi. 2. Meros qolgan kvartirani to'liq rasmiylashtirmaganlar. Aytaylik, ota-onadan meros qolgan kvartira bor.
Siz notarial idorada merosga kirish huquqini rasmiylashtirgansiz, ammo kadastr organlarida o'zingizning nomingizga to'liq qayd ettirmagansiz. Bunday holatda yagona reyestrdagi ma'lumotlar hali ham marhum shaxsning nomida turgan bo'lishi mumkin. Bu esa sizni qonuniy egasi sifatida ko'rsatmaydi. Natijada mulkning huquqiy maqomi shubhali bo'lib qoladi. 3. Kvartirasiga ruxsatsiz o'zgartirishlar kiritganlar. Balki siz oshxonani kattalashtirgandirsiz, balki balkonda qo'shimcha xona qurgandirsiz yoki ichki devorlarni ko'chirgandirsiz. Agar bu o'zgarishlar kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, sizning kvartirangizning amaldagi maydoni va kadastrda ko'rsatilgan maydon o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Bu esa juda jiddiy muammo bo'lib, kelajakda kvartirani sotish, garovga qo'yish yoki hatto ta'mirlash uchun ruxsat olishda ham to'siq bo'ladi. 4. Kvartirasini yaqinda sotib olgan, ammo hujjatlarni to'liq tekshirmaganlar. Ba'zilar kvartira sotib olganda notarial idorada bitimni rasmiylashtirish bilan kifoyalanadi va kadastrda barcha ma'lumotlar yangilanganiga ishonch hosil qilmaydi. Ayniqsa, tezkor bitimlarda shunday holatlar uchraydi. Ba'zan hatto notarius barcha jarayonlarni tugatgan deb hisoblansa ham, tizimda kichik bir texnik xato bo'lishi mumkin. Keling, bir necha konkret misollar ko'rib chiqaylik. Birinchi misol: bobo va buvi. Falon chiftlar oilasi 75 yoshli bobo va 70 yoshli buvi Toshkent markazidagi eskiroq bino ichida joylashgan 2 xonali kvartirada yashaydilar. Ularda kvartiraga egalik huquqini tasdiqlovchi 1985-yilda berilgan order va qo'lda yozilgan eski kadastr pasporti bor. Ular hech qachon kvartira bilan hech qanday bitim qilmagan. Shuning uchun hujjatlarni yangilash haqida o'ylashmagan. Endi esa yangi talabga ko'ra ularning hujjatlari zamonaviy elektron reyestr talablariga mos kelmaydi. Agar ular aprel oxirigacha tegishli organlarga murojaat qilmasalar, kelajakda kvartirani farzandlariga meros qoldirishda yoki nabiralarga sovg'a qilishda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Masalan, notarius ularning bitimini tasdiqlamaydi, chunki kadastr ma'lumotlari yaroqsiz hisoblanadi va davlat reyestrida kvartira egasi sifatida ular aniq ko'rsatilmaydi. Bu holatda avvalo ular kvartira uchun yangi kadastr pasportini rasmiylashtirishlari va mulkchilik huquqini yagona elektron reyestrda qayd ettirishlari kerak bo'ladi. Bu jarayon taxminan 500 ming so'mdan 1.500 ming so'mgacha xarajat talab qilishi mumkin, agar hamma hujjatlar joyida bo'lsa va rasmiylashtirish to'g'ri olib borilsa. Agar muddat o'tkazib yuborilsa, bu jarayon yanada murakkablashadi va qo'shimcha jarimalar ham qo'shilishi mumkin. Bu esa umumiy xarajatlarni 2-3 barobar oshirishi mumkin, chunki qonunbuzarlik sifatida qaraladi. Ikkinchi misol: meros masalasi. Dilshod Mirzayevning otasi 1 yil avval vafot etgan. Otasidan unga 3 xonali kvartira meros qolgan. Dilshod notarial idorada merosga kirish huquqini olgan. Biroq kvartirani o'z nomiga to'liq rasmiylashtirish uchun kadastrga murojaat qilmagan. U shoshilmayman deb o'ylagan, chunki kvartirada hech qanday o'zgarish qilish niyati yo'q edi. Endi esa yangi talabga ko'ra yagona kadastr tizimida bu kvartira hali ham marhum otasining nomida turibdi. Agar Dilshod aprel oxirigacha hujjatlarni rasmiylashtirmasa, u nafaqat kvartirani sotish yoki garovga qo'yish imkoniyatidan mahrum bo'ladi, balki kelajakda soliqlar va kommunal to'lovlar bilan bog'liq muammolarga ham duch kelishi mumkin. Masalan, soliq xabarnomalari hali ham otasining nomiga kelishi mumkin. Bu esa keyinchalik soliq qarzlarining yig'ilishiga olib keladi va bu qarzlar Dilshodga o'tishi mumkin. Rasmiylashtirishni o'z vaqtida amalga oshirish unga ertalabdan erta davlat xizmatlari markaziga borishni va tegishli arizani topshirishni talab etadi. Bu jarayon 2-3 ish kuni ichida hal bo'lishi mumkin va taxminan 300 ming, 700 ming so'm miqdorida davlat boji to'lanishi kerak bo'ladi. Agar muddatni o'tkazib yuborsa, bu jarayon sud orqali hal etilishi ham mumkin. Bu esa qo'shimcha yuridik xarajatlar va vaqt yo'qotishiga sabab bo'ladi. 3-misol: ruxsatsiz qayta qurish. Azizbek o'zining 2 xonali kvartirasida katta ta'mirlash ishlarini olib borgan. Oshxona bilan zal o'rtasidagi devorni olib tashlab, studiya kvartira ko'rinishiga keltirgan. Bu o'zgarishlarni u qonuniy ravishda rasmiylashtirmagan. Endi uning kadastr pasportidagi sxema amaldagi kvartiraning rejasi bilan nomuvofiq. Agar u aprel oxirigacha buni qonuniylashtirmasa, u kelajakda kvartirasini sota olmaydi. Chunki har qanday xaridor yoki bank kadastr hujjatlari bilan rejaning nomuvofiqligini ko'radi va bu moliyaviy muassasalar uchun katta xavf hisoblanadi. Bundan tashqari unga katta miqdorda jarima solinishi
mumkin. Bu jarima qayta qurish ishlarining hajmiga va qonunbuzarlikning og'irligiga qarab 5 million so'mdan 20 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Hatto bu kvartira kommunal xizmatlarni taqdim etishda ham muammolarga duch kelishi mumkin. Chunki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham kadastr ma'lumotlariga tayanadi. Azizbek aka, avvalo BTAga murojaat qilib, qayta qurishni qonuniylashtirish jarayonidan o'tish kerak bo'ladi. Bu esa ancha murakkab va qimmat jarayon bo'lib, ruxsatnomalar olishni, ekspertizadan o'tishni va keyin kadastr hujjatlariga o'zgartirish kiritishni talab qiladi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi, kvartirasini yaqinda sotib olgan va notarius orqali rasmiylashtirgan, shuningdek kadastr organlarida o'z nomiga to'liq qayd ettirgan shaxslar. Odatda bunday bitimlar amalga oshirilganda barcha ma'lumotlar avtomatik tarzda yangi elektron reyestrga kiritiladi va tegishli tekshiruvlar o'tkaziladi. Agar siz kvartira sotib olganingizga 1-2 yil bo'lgan bo'lsa va barcha hujjatlaringiz zamonaviy standartlarga mos kelsa, xotirjam bo'lishingiz mumkin. 2. Kvartirasini oxirgi 5 yil ichida sovg'a olgan, merosga ega bo'lgan yoki boshqa yo'l bilan rasmiylashtirgan va barcha hujjatlari tartibda bo'lgan shaxslar. Ya'ni, agar sizda yangi namunadagi kadastr pasporti mavjud bo'lsa va unda barcha ma'lumotlar to'g'ri aks etgan bo'lsa, siz ham xavotirlanishingizga hojat yo'q. Bu shuni anglatadiki, sizning mulkingiz yagona elektron tizimda allaqachon to'g'ri qayd etilgan. 3. Kvartirasiga hech qanday o'zgartirish kiritmagan va barcha hujjatlari to'liq, to'g'ri va zamonaviy talablarga javob beradigan shaxslar. Asosan, agar sizda har qanday huquqiy operatsiya uchun tayyor bo'lgan hujjatlar to'plami bo'lsa, sizning holatingiz yaxshi. Ammo shunga qaramay, har kim o'z hujjatlarini bir marta bo'lsa ham tekshirib ko'rishi zarur. Noto'g'ri ma'lumotlar yoki yuzaga kelgan xatolar, hatto siz haqingizda bo'lmasa ham, ba'zida tizimda paydo bo'lishi mumkin. Bu shunchaki xavfsizlik chorasi bo'lib, sizni kelajakdagi noma'lum muammolardan himoya qiladi. Endi esa qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Ba'zida vaziyat ancha murakkab bo'lishi mumkin. Birin, agar mulk egasi chet elda bo'lsa, bu juda keng tarqalgan holat. Agar kvartira egasi hozirda O'zbekiston hududida bo'lmasa, u notarius orqali ishonchnoma berish kerak. Ishonchnoma faqatgina vakilning kvartira bilan bog'liq ishlarni bajarishiga ruxsat beradi. Ishonchnoma konsullik orqali rasmiylashtirilishi yoki mahalliy notariusda tasdiqlanib, keyin apostil qo'yilishi, xalqaro hujjatni tasdiqlash usuli kerak bo'ladi. Bu jarayon ancha vaqt talab qiladi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Chet elda bo'lgan shaxsga elektron hukumat portallari orqali masofadan turib ba'zi tekshiruvlarni amalga oshirish mumkin, ammo ko'p hollarda shaxsiy ishtirok yoki ishonchli vakilning ishtiroki talab etiladi. Ba'zi hollarda davlat xizmatlari markazlari elektron murojaatlarni qabul qilishi mumkin, ammo bu borada aniq ma'lumotni oldindan bilish lozim, chunki hujjatlarning asl nusxalari talab etilishi ham mumkin. 2. Mulkchilik bo'yicha nizolar mavjud bo'lsa, agar kvartira bir necha egaga tegishli bo'lsa va ular o'rtasida mulkchilik bo'yicha bahslar yoki bo'linish masalasi hal etilmagan bo'lsa, bu vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Bunday hollarda avvalambor mulkchilik bo'yicha nizoni hal etish, kerak bo'lsa sudga murojaat qilish lozim bo'ladi. Faqatgina sud qarori asosida kadastr ma'lumotlariga o'zgartirish kiritilishi mumkin. Bu esa uzoq vaqt va sezilarli yuridik xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun bunday nizolarni aprel oxirigacha hal qilish imkonsiz bo'lishi mumkin, lekin baribir bu masalani tezroq ko'tarish va sud jarayonini boshlash kerak. Chunki jarayon davomida davlat idoralari vaziyatni inobatga olishlari mumkin. 3. Hujjatlar yo'qolgan bo'lsa. Kvartiraga tegishli hujjatlar, masalan, kadastr pasporti, mulkchilik guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, avval ularni tiklash jarayonidan o'tish lozim. Bu ichki ishlar bo'limiga murojaat qilish, e'lon berish va keyin davlat xizmatlari markazlari orqali duplikat olishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon ham bir necha kun yoki hatto haftalarni olishi mumkin. Hujjatlarni tiklash uchun davlat bojini to'lash talab etiladi. Bu odatda 100 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Faqat hujjatlar tiklangandan so'nggina ular kadastr ma'lumotlarini yangilash jarayoniga kiritilishi mumkin. Shuning uchun yo'qolgan hujjatlarni tiklashni imkon qadar tezroq boshlash zarur. 4. Yashirin xarajatlar va to'lovlar. Yuqorida aytib o'tilgan xarajatlar davlat bojlari va xizmatlar uchun to'lovlar edi. Lekin ba'zi hollarda qo'shimcha xarajatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, agar sizning kadastr pasportingizda xato bo'lsa va bu xato kadastr organlarining aybi bilan yuzaga kelgan bo'lsa, sizdan uni tuzatish uchun pul olinmasligi kerak.
Ammo agar xato sizning avvalgi hujjatlaringizda bo'lgan bo'lsa yoki siz o'zingiz o'zgartirish kiritgan bo'lsangiz, u holda yangi texnik inventarizatsiya o'tkazish uchun to'lov talab qilinishi mumkin. Texnik inventarizatsiya narxi kvartiraning maydoniga qarab o'zgaradi va 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, jarayonni tezlashtirish uchun ba'zida qo'shimcha xizmatlar uchun to'lovlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bularning qonuniy ekanligini tekshirish muhimdir va noqonuniy talablarga rozi bo'lmaslik lozim. 5. Umumiy xatolar va tushunmovchiliklar. A. Meni bu narsa o'zgartirishlarga aloqador emas deb o'ylash. Ko'pchilik hujjatlarim joyida, hech narsa qilishim shart emas deb o'ylaydi. Ammo avval aytganimdek, eng yaxshi yo'l bir marta bo'lsa ham tekshirish. Kichik bir xato keyinchalik katta muammoga aylanib ketishi mumkin va sizni kutilmagan vaziyatlarga solib qo'yishi mumkin. B. Oxirgi daqiqagacha kutish. Aprel oyining oxirgi kunlarida davlat xizmatlari markazlarida va kadastr organlarida navbatlar juda uzun bo'ladi. Bu esa jarayonni kechiktirib, muddatni o'tkazib yuborish xavfini oshiradi. Oldindan harakat qilish eng to'g'ri yo'l, chunki siz xotirjamlik bilan hujjatlaringizni tartibga keltirasiz. C. Noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish. Internetda yoki qo'shnilardan eshitilgan tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslik kerak. Faqat rasmiy manbalar, masalan, Davlat xizmatlari agentligi veb-sayti miye.gov.uz yoki kadastr organlarining rasmiy telefon raqamlari orqali ma'lumot oling va ularning tavsiyalariga amal qiling. Muddat o'tkazib yuborilsa nima bo'ladi? Eng yomon ssenariy. Kvartirangiz bilan bog'liq har qanday huquqiy bitimni amalga oshirish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Uni sota olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz. Hatto meros qoldirishda ham jiddiy muammolarga duch kelasiz. Bundan tashqari, sizga ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanilishi, ya'ni jarima solinishi mumkin. Jarimalarning miqdori 2 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlarning turi va og'irligiga bog'liq. Eng muhimi, bunday kvartira qora ro'yxatga tushishi mumkin. Bu esa uning bozor qiymatini sezilarli darajada pasaytiradi va kelajakda masalani hal qilishni murakkablashtiradi. Chunki sizning mulkingiz huquqiy jihatdan toza deb hisoblanmaydi. Xo'sh, endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalarimni diqqat bilan tinglang. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda qo'lingizdagi barcha kvartiraga tegishli hujjatlarni toping. Bularga kadastr pasporti yoki texnik pasport, mulkchilik guvohnomasi, oldinlari order deb atalgan hujjat bo'lishi mumkin. Sotib olish-sotish shartnomasi, sovg'a shartnomasi, meros guvohnomasi va boshqa huquq belgilovchi hujjatlar kiradi. Ushbu hujjatlardagi kvartira manzili, maydoni, xonalar soni, egasining ismi sharifi va boshqa ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda eski, qo'lda yozilgan kadastr pasporti bo'lsa, bu deyarli aniq, siz yangilashingiz kerak bo'ladi. Har bir hujjatni sinchiklab ko'rib chiqing. Hech bir ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. 2 qadam, ma'lumotlarni taqqoslash. Agar sizda zamonaviy namunadagi kadastr pasporti bo'lsa, siz uni Davlat xizmatlari agentligining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali yoki Davlat kadastrlar palatasining rasmiy veb-sayti orqali onlayn tekshirishingiz mumkin. Bu yerda siz o'z kadastr raqamingizni kiritib, kvartirangiz haqidagi ma'lumotlar davlat reyestrida qanday aks ettirilganini ko'rishingiz mumkin. Agar hujjatlaringizdagi ma'lumotlar bilan reyestrdagi ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqlik bo'lsa, demak siz harakat qilishingiz kerak. Agar sizda mi.gov.uz portalida shaxsiy kabinet mavjud bo'lsa, u yerdan ham o'zingizga tegishli mulklar ro'yxatini va ularning kadastr ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usullardan biridir. 3 qadam. Zarur hujjatlarni to'plang. Agar ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlansa yoki sizda eski namunadagi hujjatlar bo'lsa, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'ladi. A. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. B. Kvartiraga egalik huquqini tasdiqlovchi barcha mavjud asl hujjatlar. Kadastr pasporti, order, sotish-sotib olish shartnomasi, sovg'a shartnomasi, meros guvohnomasi va boshqalar. Hujjatlarning asl nusxalari talab qilinadi. Shuning uchun ularni ehtiyot qiling. C. Agar kvartira merosga o'tgan bo'lsa, merosga kirish huquqi haqidagi notarial guvohnoma. Bu hujjat merosxo'rlikning qonuniyligini tasdiqlaydi. D. Agar siz turmush qurgan bo'lsangiz va kvartira turmush davrida sotib olingan bo'lsa, nikoh guvohnomasi. Bu mulkni er-xotinning umumiy mulki ekanligini tasdiqlashi mumkin. Agar sizning nomingiz o'zgargan bo'lsa, masalan turmushga chiqqandan keyin, bu haqda guvohnoma.
Agar siz kvartiraga ruxsatsiz o'zgartirishlar kiritgan bo'lsangiz, ularni qonuniylashtirish uchun texnik ekspertiza xulosasi. Bu eng murakkab qism bo'lishi mumkin, chunki avval qayta qurish loyihasi ishlab chiqilishi, tasdiqlanishi va keyin ekspertiza xulosasi olinishi kerak. Bu jarayon alohida ruxsatnomalarni talab qiladi va ko'p vaqt olishi mumkin. 4-qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz asosan Davlat xizmatlari markazlariga, DXM yoki Davlat kadastrlar palatasining hududiy bo'linmalariga murojaat qilishingiz kerak. DXMlar odatda bir darcha tamoyillar asosida ishlaydi va hujjatlarni qabul qilish hamda tegishli organlarga yuborishda yordam beradi. Kadastr organlari esa bevosita mulkning texnik inventarizatsiyasi va ro'yxatga olish bilan shug'ullanadi. Davlat xizmatlari markaziga borib, kvartirangizning kadastr ma'lumotlarini yangilash yoki mavjud hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha ariza topshirishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga blankalarni to'ldirishda va qaysi hujjatlar kerakligini aniqlashda yordam berishlari kerak. Davlat kadastrlar palatasi. Agar sizning holatingiz murakkabroq bo'lsa, masalan qayta qurish yoki hujjatlarda jiddiy nomuvofiqliklar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri kadastr organlariga murojaat qilish orqali maslahat olishingiz va keyingi qadamlarni aniqlab olishingiz mumkin. Ba'zi vaziyatlarda mutaxassislar joyiga borib, holatni o'rganishlari talab qilinishi mumkin. 5-qadam. Ariza topshirish va kutish. Ariza topshirishda barcha kerakli hujjatlarni ilova qiling. Bojlarni o'z vaqtida to'lang. Arizangizning qabul qilinganligi to'g'risida kvitansiya yoki xabarnoma olishga ishonch hosil qiling. Jarayonning davomiyligi vaziyatning murakkabligiga qarab 3 ish kunidan 30 ish kunigacha cho'zilishi mumkin. Masalan, oddiy ma'lumotlarni yangilash 3-7 ish kunini olsa, texnik inventarizatsiya va qayta qurishni qonuniylashtirish 15-30 ish kunini talab qilishi mumkin. Arizangizning holatini mi.gov.uz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Aprel oyining oxirigacha muddat juda oz qoldi. Shuning uchun hozirdanoq harakatni boshlang. Hech narsani qoldirmang, chunki vaqt sizning foydangizga ishlamayapti. Davlat xizmatlari markazlarida va kadastr organlarida navbatlar yuzaga kelishi mumkinligini yodda tuting. Qancha erta harakat qilsangiz, shuncha tez va xotirjam bu masalani hal qilasiz. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, aprel oyining oxirigacha kvartira egalari uchun juda muhim muddat. Bu sizning mulkingizning huquqiy maqomini aniqlashtirish, kelajakdagi muammolarni oldini olish va o'zingizni moliyaviy xavflardan himoya qilish imkoniyatidir. Hujjatlaringizni tekshiring, zarur bo'lsa yangilang va barcha ma'lumotlarning yagona kadastr tizimida to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. Unutmang, bu sizning mulkingiz xavfsizligi va kelajakdagi tinchligingiz uchun qilinadigan oddiy, ammo o'ta muhim qadamdir. Sizning qonuniy mulkdorlik huquqingizni ta'minlash, uni har qanday noqonuniy harakatlardan himoya qilish va kelajakda amalga oshiradigan har qanday bitimni muammosiz o'tkazish uchun bu juda muhim. Agar sizda savollar paydo bo'lsa yoki bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men ularni diqqat bilan o'qib chiqib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Bu videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, iltimos, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, bu kabi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi va bizga yangi, foydali materiallar yaratishga ilhom beradi. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.